GSK nima? Bu savolni juda ham ko'p berishadi. GSK bu bachadon naylar o'tkazuvchanligini tekshirishi usullaridan biri. Kelinglar, men hozir sizlarga bachadon naylarini ultratovush yordamida tekshirish jarayonini ko'rsatib o'taman. Antibakterial suyuqlikni bachadon ichki bo'shlig'iga jo'natamiz. Abdominal datchik bilan qorin ustidan, vaginal datchik bilan ichki tarafdan jo'natgan suyuqligimizni bachadon naylaridan qay darajada o'tdi, xumdon orqa qismiga yetib bordimi, yo'qmi kuzatamiz. Ko'rib turibsizlar, hozir shaykani ochib, biza bachadon bo'shlig'iga kerakli suyuqlikni jo'natyapmiz. Уже biza transvaginalniy tekshiruvga o'tdik. Bachadon bo'shlig'ida qanaqadir kichikgina hosila bor. Bachadon bo'shlig'ini anatomiyasiga qaraydigan bo'lsak, mana bu endometriy shilliq qavatida hosila borga o'xshayapti. Bu narsani biz hozir hayzdan keyin kuzatamiz va o'zimizning fikrimizni aytamiz yoki diagnostik gisteroskopiyani amalga oshiramiz.